Qadrdonlar nima deyapti mana qulupniylar? Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu tegidek orasidagi ezilganmi yo'qmi? Bitta ko'rsatib yuboring. Mana. Qadrdonlar, o'tgan yili ham bu qutilarni reklama qilgan edim. Dehqonlarga juda ham ma'qul kelgan edi. Ayniqsa Xorazm, Qoraqalpog'istonga eksport qiladiganlarga juda ham yoqqan edi. Qadrdonlar, bilaman, hali ham bor to'g'rilarda eksport qilib qiynalayotganlar, bir qavat terib ustidan tera olmayotganlar. Bu qutilarni qaranglar. Mashinani patologiyacha tersanglar ham zo'r turadi. Qadrdonlar, Just Plus korxonasi bu yil narxini ham ozgina tushiribdi. Narxi 2300 so'mdan ekan. Telefon raqamligisini qo'yaman. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qadrdonlar, bu qutidan tashqari bunga mana 2 barobar enligi ham bor. Bundan ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Qadrdonlar, xohlasanglar mana bunisidan 2 kilodan bunga sig'adi. Mana juda ham zo'r turadi. Manziliga zo'r yetib boradi. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.